Bugungi ko'rsatuvimizda viloyatimizdagi amalga oshirilayotgan yirik sanoat ishlab chiqarish loyihalari haqida so'z yuritishni niyat qildik. Shu maqsadda ijodiy jamoamiz bilan birgalikda viloyatimizning eng chekka hududi hisoblangan Tuproqqal'a tumaniga yo'l oldik. Tuproqqal'a viloyatimizning eng yosh tumani hisoblanishiga qaramay, sanoat ishlab chiqarish borasida katta natijalarga erishmoqda. Ayniqsa, avtomobilsozlik sohasida nafaqat viloyatimiz, balki respublikamizda mustahkam o'rni bor. Soha rivoji uchun chetdan olib kelinadigan butlovchi qismlarni ishlab chiqarish orqali mamlakat valyutasini chetga chiqib ketishini oldini olibgina qolmasdan, jamiyatda yangi mutaxassislarni tayyorlash hamda ish bandligini ta'minlashga zamin yaratadi. Yaqindagina ish boshlagan mana bu korxona ham avtomobillar uchun butlovchi qismlar ishlab chiqaradi. Aslida 2011-yilda Andijonda ish boshlagan korxona avtomobillar uchun rezina butlovchi qismlar ishlab chiqarar edi. Kauchuk profillarni vulkanizatsiya qilish va yig'ish jarayonini joriy etish, yuqori sifatli avtomobil qismlarini ishlab chiqarishni boshlash, keyingi o'sish uchun poydevor qo'yish imkonini berdi. Tuproqqal'a tumanida yangi ish boshlagan filialda hozirda 11 ta turdagi rezina xomashyosidan tayyorlangan butlovchi qismlar ishlab chiqariladi. Loyiha qiymati 4 milliard so'm, yillik aylanma mablag'i esa 48 milliard so'mni tashkil etadi. Bu raqamlar o'z-o'zidan bo'lib qolmaydi albatta. Buning uchun uzoq yillik mehnat, jahon tajribasini o'zlashtirish, mutaxassislar tayyorlash hamda ulardan to'g'ri foydalana olish muhim. Tuproqqal'a tumanida o'z ish faoliyatini boshlagan avtomobillarga qo'shimcha jihozlar ishlab chiqarish korxonasi bugun 50 nafar ishsiz aholini ish bilan ta'minladi va albatta mana shu mahsulotlar mahalliylashganligi tufayli O'zbekistonda ishlab chiqarilayotgan barcha turdagi avtomashinalarga qo'shimcha jihozlar, rezina moslamalar ishlab chiqarilmoqda va bu yerda 11 ta turdagi mana shunday mahsulotlar ishlab chiqarilayotganligi birinchi bosqichda amalga oshirilgan ishlar natijasida hozirda yillik aylanma 46 milliard so'mlik mahsulot ishlab chiqariladi va yana bu bosqichda davom qilib, ikkinchi bosqichda esa qo'shimcha 40 ta ish o'rni yaratiladi. Biz hozir Tuproqqal'a tumani avtomobillarga qo'shimcha jihozlar ishlab chiqarish korxonasidamiz va bu yerda ish faoliyati bilan tanishmoqchimiz. Sultonboy aka, bu yerda aslida ko'plab nimalar ishlab chiqariladi? Bizning korxonamiz hozirgi kunda avtomobil mototsiklga jamiyatning xorijiy filiali bo'lib, bu yerda Damas va Labo avtomashinalari uchun rezina mahsulotlar ishlab chiqaramiz. Hozirgi kunda bizning korxonamiz yangi tashkil topgan bo'lib, bu yerda hozir 50 nafar ishchi ish bilan ta'minlandi. Bundan tashqari birinchi bosqichi bo'lib, yana ikkinchi bosqichlarda ishchilar soni yana oshadi. Korxonamizning ishlab chiqarish quvvati hozirgi kunda bir yilga 80 milliard so'm bo'ladi. Bu degani ishlab chiqargan mahsulotlar mahalliylashtirilgan bo'ladi. Mahalliylashtirilgan mahsulotlarni zavodga beramiz. Bir de to'g'ridan to'g'ri beramiz. Ikkinchidan ishchilar shu yerning o'zida 50 ish o'rni ochilgan bo'lsa, bundan qaratishki kelajakda yana shu yerdagi aholimizni ish bilan ta'minlash imkoni yaratiladi. Endi mana shu korxonada ko'ryapmiz, ayollar ham, erkaklar ham bab-baravar ishlayapti. Ish taqsimoti ham tartib bilan yo'lga qo'yilgan, to'g'rimi? Korxonada har bir ishchining o'z vazifasi bor. Bizning korxonamizda 25 yilga yaqin ayollar ishlaydi. Ayollarning asosiy ishi pardozlovchi bo'ladi. Bular faqat rezina texnika mahsulotlarini pardozlab chiroyli shaklga keltirib beradi. Ya'ni bu ishni faqat ayollar qila oladi deb aytsak bo'laveradi. Demak, mana shu yerda ayollarimizga ham, erkaklarimizga ham og'ir mehnat sharoiti yo'q. Yo'q, bizdagi asosiy ishlab chiqarish jarayonida hamma qilinadigan ishlarimiz yengil. Hozirgi kunda xomoshamiz Andijon viloyatidan, Andijon shahridan keladi. Keyinchalik 2025 yil davomida nasib ko'rsa, mana shu yerda shu mahsulotlar ishlab chiqariladi. Xomoshani o'zimiz olib, o'zimiz shu yerda qayta ishlab zavodga o'zimiz 100% topshirib bilamiz degan umidimiz bor. Va ish jarayonlarini ham ko'ryapmiz. Barchasi avtomatlashtirilgan tarzda mana shunday uskunalar orqali amalga oshirilar ekan. Haqiqatan ham ish jarayonlari yengil, bular hammasi zamonaviy dastgohlarda ishlab chiqariladi. Qo'l mehnati talab etilmaydi. Asosiy ishlar mana ko'rganingiz hammasi texnika jarayonida bo'ladi. Endi bu ehtiyot qismlari qaysi avtomashinalar uchun ishlab chiqariladi?
va nechta turdagi mahsulot ishlab chiqarilmoqda bugungi kunda? Bizlardagi asosiy ishlab chiqaradigan mahsulotlarimiz Damas va Labo avtomashinalar uchun ishlab chiqaramiz. 11 ta turdagi mahsulot ishlab chiqaramiz hozirgi kunda. Nasib qilsa yaqin orada yana 4 ta detalimiz qo'shiladi. Bu degani 15 ta mahsulot ishlab chiqaradi. Hammasi mahalliy o'zimizning Xorazmdagi avtomobil zavodiga beriladi. Va mana shunday imkoniyatlar natijasida bugun tumandagi ishsiz aholi ham ishbandligi ta'minlangan. Qolaversa, mahsulotlarni mahalliylashtirish bu ishlab chiqarilayotgan avtomobilning narxiga ham ta'sir qiladi. Ta'sir qiladi. Oldin bu detallar tashqaridan kelgan, chet eldan keyingi vaqtda mana hozir ko'ryapsiz, mahalliy dastur asosida O'zbekistonning ichida hammasi qaytadan shakllantirilgan. Buning natijasida mana bizlar birinchidan chet eldan keladigan xarajatlarni qisqartiryapmiz. Ikkinchidan o'zimizdagi aholini ish bilan ta'minlab, yaxshi natijaga erishamiz. Albatta mana shunday korxonalarning ishga tushirilishi mamlakatimiz iqtisodi uchun yaxshi va katta foyda keltiradi. Eng muhimi aholining ishbandligi ta'minlanishi va bu yerda yaratilayotgan shart-sharoitlardan ishchilar ham mamnun. Korxonada bugungi kunda yosh mutaxassislarga ish o'rgatish uchun mamlakatimizdagi nufuzli korxonalarda tajriba to'plagan malakali muhandislar jalb qilingan. Faoliyatni boshlaganimizga 13 yil bo'ldi. Andijonda uzun joyda, endi hozir avtomobil bo'lgan. Avtomobil bo'yicha ishlaymiz. Bu yerga keldik. Asosiy vazifamiz 0703 Dorsian Damas oldi eshik, chap o'ng eshigini chiqaramiz. Endi vazifa hammani o'zi tegishli vazifasi bor. Alohida ehtiyoj qismlarni chiqaramiz. Tumanda bu kabi ko'plab korxonalar mavjud. Misol uchun, mana bu korxonada ham 22 turdagi butlovchi qismlar tayyorlanadi. Tuproqqal'a tumani aslini olib qaraganda ham tadbirkorlar yurti, bugun sanoat zonasi deyishimiz mumkin va albatta bu yerda ko'plab korxonalar o'z faoliyatini olib bormoqda. Ayni damda biz Tuproqqal'a tumanidagi avtomobillarga butlovchi qismlar yetkazib beruvchi korxonadamiz. Bu yerda avtomobillarning plastik buyumlari, ya'ni 20 dan ortiq turdagi plastik avtomobil qismlari yetkazib berilar ekan va 70 dan ortiq ish o'rni yaratilgan bu korxonaning o'zida. Albatta uning atrofida ham yana 4 ta korxona mana shunday faoliyat bilan shug'ullanadi va eng muhim jihati tumandagi ishsizlar sonini qisqartirish va yangi ish o'rinlarini yaratish borasida mana shunday korxonalarning o'rni beqiyos. Korxonamiz 2013-yil iyul oyida tashkil topgan bo'lib, asosan shu Xorazm viloyatida ishlab chiqarilayotgan Damas va Labo avtomobillari uchun plastik mahsulotlar ishlab chiqarish bilan shug'ullanamiz. Zavodimizda 72 ta ish xodim ishlaydi hozirda. Katta hajmdagi bamperlar, uskunalar, panellari va boshqa butlovchi plastmassa qismlarini quyib ishlab chiqarish hamda ularni bo'yoqlab iste'molchiga yetkazib beramiz. Mahsulotlarimiz shunday termoplast avtomatlardan quyiladi. Bizda 3 ta dona Koreya Respublikasida ishlab chiqarilgan termoplast avtomatimiz bor. Ishlab chiqarilayotgan mahsulotlarimiz nafaqat JM O'zbekiston Xorazm filialiga, balki mahalliy bozorlarga, avtosalonlarga, avtoservislarga ham yetkazib beriladi. Kelajakda rejalarimiz yangi termoplast avtomat sotib olish loyihasini yo'lga qo'yganmiz. Bu loyiha 2025-yil 3-kvartaldan boshlab ishga tushirilishi mo'ljallangan. Bu loyiha natijasida 10 dan ortiq ishchi o'rin yaratish rejalashtirganmiz. O'z navbatida bunda ishlab chiqarilgan mahsulotlarning soni va ko'lamini ham oshirish, yillik ishlab chiqarish hajmini 150 ming dona Damas va Labo avtomobildan planni amalga oshirish reja qilganmiz.
Har bir ehtiyot qismi belgilangan o'lchov asosida avtomatlashtirilgan tartibda tayyorlanadi. Qo'shimcha ishlov berish, pardozlash ishlari qo'lda bajarilar ekan. Tuman tadbirkorlari orasida qurilish sohasida yangilik qilayotganlari ham bor. Bugungi kunda mamlakatimizda qurilish materiallariga ehtiyoj juda katta. Buni yaxshi anglagan tadbirkorlarimiz nafaqat yurtimiz, balki xorijiy davlatlarga ham o'z mahsulotlarini eksport qilmoqda. Import o'rnini bosuvchi, jahon bozorida talab yuqori bo'lgan dekorativ panellarni ishlab chiqarishni yo'lga qo'yish orqali 40 dan ortiq aholini ish bilan ta'minlashga erishilgan. Davlatimiz tomonidan bo'sh turgan binolarni nol qiymatda tadbirkorlarga berilishi bu ham katta imtiyoz. Chunki mana bu turgan korxonamizda dekorativ panellar ishlab chiqariladi. Mana shunday bo'sh turgan bino yillar davomida qarovsiz holatda edi, lekin bu yerdan tadbirkor tomonidan samarali foydalanish natijasida mana bunday ish o'rinlari yaratildi va dekorativ panellar ishlab chiqarilmoqda. 40 dan ortiq ish o'rni yaratilgan bu korxonaning birinchi bosqichida turibmiz. Yil boshida ishga tushgan bu korxona yoz o'rtalariga kelib yana ikkinchi bosqichni ham amalga oshirish niyatida va bu yerda 100 ga yaqin ishchi xodimlar o'z faoliyatini yuritishi mumkin bo'ladi. Eng muhimi, mamlakatimiz bozoriga va qolaversa chet elga ham eksport qilinayotgan bu mahsulotlar Tuproqqal'a tumanida ishlab chiqarilmoqda. Vohamizdagi mana shunday korxonalarning sonining ortib borishi albatta iqtisodiy rivojlanishga va ish o'rinlarining ko'payishiga, aholining daromadining oshishiga ham zamin yaratadi. Asosan dekorativ panel ishlab chiqarish va istiqbollashtirilgan bo'lib, korxonamizda hozirda 40 dan ortiq ish ishlaydi. 70 gacha chiqarish niyatimiz bor. Hozirda korxonamizda 43 turdagi dizaynlarimiz ishlab chiqarishga holatda bo'lib turib, shularni chetga ham eksport qilyapmiz. O'zbekiston ichki bozoriga ham sotuvimizni yo'lga qo'yganmiz. Korxonamizda avvalambor bizning mahsulotning eng afzallik taraflaridan biri ortiqcha isrofgarchilik bo'lmaydi. Chiqqan mahsulotimizda o'sha chiqindilari qaytadan o'z mahsulotda yana o'ziga ketadi-da. Boshqa ishlab chiqarishlardan shu yerimiz bilan afzalroqmiz. Korxonamizda o'sha chiqaradigan mahsulotimizda hozir 43 ta turga bo'lsa, shuni ikkinchi kvartal oxirlarigacha 200 tadan o'tirish niyatimiz bor. Polimer plyunch liniyamiz ishga tushgan payti bu yerga yana ish kuchaytirib yil yakunigacha 100 tagacha yetirish niyatimiz bor. Har qanday holatda bukiluvchanligi, yonuvchanligi, suvga chidamliligi sinovdan o'tkazilgan tegishli mutasaddilar tomonidan. Endi bu uskunalar haqida gapiradigan bo'lsak, mana ko'ryapmiz, yangi uskunalar. Bu texnologiyalar qayerdan keltirildi va hamkorlikda qaysi davlat mutaxassislari bilan ish faoliyati olib borilmoqda? Uskunalar Xitoydan keltirildi. Korxonamiz ishlab chiqarish har bir liniyamiz bo'yicha 350 ta, ikkita liniyamiz bo'yicha 700 tagacha tayyor mahsulot chiqarib bilish hajmiga ega. Korxonada e'tibor qaratadigan yana bir jihat ishlab chiqarilayotgan mahsulotdan hech qanday ortiqcha chiqindi chiqmasligidir. Bu atrof muhitni ifloslamaslikka katta yordam beradi. Ishlab chiqarish jarayonida buzilgan xomashyo qayta eritilib, yana tayyor mahsulot holiga keltirilar ekan. Kelgusida bu kabi korxonalarning sonini oshirish, ularga imtiyoz berish natijasida butun dunyoda global iqlim o'zgarishlarini sezilarli darajada pasaytirish mumkin. Tuproqqal'a tumanida 2024-yil 233 milliard so'mlik 34 ta loyihalar shakllantirib, 427 ta ish o'rinlari yaratildi. Xorijiy investitsiyalarni o'zlashtirish bo'yicha 24-yilda ikkita korxonamizda 23 million dollarlik xorijiy investitsiyalar o'zlashtirildi. 2024-yilda 26,5 million dollar reja qilib belgilangan. Biz yil yakuniga qadar
28 milyon dollar 107% bajardik. 2025-yilda 37 ta loyiha 992 milliard so'mlik 849 ta yangi ish o'rinlari yaratish belgilangan. Hozirgi kunda 5 ta loyiha 903 milliard so'mlik 40 ta yangi ish o'rinlari yaratildi. Xorijiy investitsiyalar o'zlashtirish bo'yicha tumanimizda 2025-yilda 100 million dollar to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalar o'zlashtirish belgilab oldik, o'zimizga reja qilib oldik. Amalda shu yanvar-fevral oylarida 28 million dollar o'zlashtirildi xorijiy investitsiyalar. Yil yakuniga qadar shu 100 million AQSh dollar xorijiy investitsiyani o'zlashtirish niyatidamiz. 2025-yilda eksport rejamiz 30 million qilib belgilangan. Biz hozirgi kunda yanvar-fevral oylarida 408 million dollar eksport amalga oshirdik. Yil yakuniga qadar eksport rejasini ham bajaramiz. Bizning Tuproqqala tumanida erkin iqtisodiy zonasi ham mavjud bo'lib, unda hozir biz erkin iqtisodiy zonamizda 79,5 gektar maydon joylashgan. Shunda erkin iqtisodiy zonamizda hozir 12 ta loyiha joylashtirganmiz. Jami 50 million dollarlik 12 ta loyiha. Erkin iqtisodiy zonamizda joylashgan Nubes Style MCH gulqog'oz ishlab chiqarish korxonamiz tomonidan 23-24-yillarda 12 million dollar xorijiy investitsiyalar o'zlashtirildi. O'zlashtirish natijasida 240 ta yangi ish o'rinlari yaratildi. Tuproqqala tumanida ishlab chiqarilgan mahsulotlar bugungi kunda Yevropa, O'rta Osiyo davlatlarına eksport qilinib turibdi. Bu yilda 12 million dollar eksport qilinadi tumanimizda. Keyin erkin iqtisodiy zonamizda hozir 25-yilda bir 3 ta loyiha joylashtirdik. 60 million dollarlik. Bu loyihalarimiz ham 2025-26-yillarimizda to'liq ishga tushiriladi. Berilgan imkoniyat va imtiyozlar tumanda katta loyihalarni ishga tushirishga ko'mak bo'layotganligi, hududga investorlarni jalb qilishda bu kabi bo'sh turgan binolarni tadbirkorlarga taklif qilinishi o'z natijasini bermoqda. Muhimi, imkon borida undan foydalanish kerak. Vaqt va orzular sizni kutib turmaydi.